Allamjonov o'zbek jurnalistikasini, mediani erkinlashishiga ta'sir qilgan degan tushunchalar bor edi. Bekorlarning 5tasini aytibdi Allamjonov o'zi ham. Juda ko'pchiligi, mutlaq ko'pchiligi soqol. Jurnalistika o'rnini PR egallab olgandek. Savoldan qochmaydi. Burchakka taqalishga harakat qilsangiz ham chiqib ketishni biladi. Jurnalistika jamiyatni sog'lomlantiruvchi, mamlakatning imidji amal bilan bo'ladi. Harakat bilan bo'ladi, mehnat bilan bo'ladi. Xalq dushmani degan ko'p jurnalistlarga qo'llashadi bu. Ko'rdikmi o'zi shu erkinlikni? Faqat bir kishiga bog'liq. Uni kim tayinlagan bo'lsa, hokim qiladi. Faqat o'sha kishi hal qiladi. So'z erkinligi yo'q nazarimda hozir. Men prokuror emasman. Jon deb gaplashgan bo'lardim. Jahongir nima edi? Otajonov edi. Ortiqxo'jayev. Ortiqxo'jayev. Sobiq hokimini nazar. Toshkent sobiq hokimi. Yaxshi yigit edi. Jurnalistni savollaridan qo'rqmaydigan kam sonli, balki ikkitagina O'zbekistondagi amaldor. Amaldor ta'minlab beradigan erkinlikni men qanaqadir erkinlik deb hisoblash qiyin deb o'ylayman.